Mo'jiza filmini ko'rgansiz a? Sovchilik sahnasi esingizdami? Qizlar arqonda to'g'ri yuradimi, yo'qmi? Shuni sinab ko'rishgan va bu orqali qizlarning ham jismoniy ham ruhiy salomatligi tekshirilgan. Siz buni shunchaki qadimiy, oddiy urf-odat deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslida bu urf-odatning ortida juda katta neyrobiologik ilm yotadi. Ya'ni biz to'g'ri chiziqda yurishimiz, gavdamizni boshqara olishimizni bosh miya orqasida joylashgan miyacha orqali boshqariladi. Miyacha butun bir bosh miyaning 10% tashkil qiladi va miya hujayralarining yarmidan ko'pi aynan miyachada joylashgan bo'ladi. Agar mana shu miyachaning faoliyati susaysa, bizda diqqat tarqoqligi, tez charchab qolish, uyquga to'ymaslik, tez chalg'ish, emotsional jihatdan beqarorlik va stressga chidamlilikning pasayishi kuzatiladi. Qachon miyacha faoliyati susayadi? Qachonki bizga jismoniy harakat yetishmaganda. Demak, oddiygina jismoniy harakatimizni ko'paytirish orqali biz miyacha faoliyatini yanada oshiramiz va sanab o'tilgan belgilar bizda asta-sekin yo'qolib boshlaydi. Demak, siz ham o'zingizni mana shu Mo'jiza filmida ko'rsatilgan uslub orqali sinab ko'rishingiz mumkin. Sinab ko'ring va natijasini izohlarda yozing.